Sidneydagi plyajda yahudiylar o'qqa tutildi. Kupiansk atrofida janglar keskinlashdi. Frontdagi xavfli burilish. Zelenskiy Tramp rejasini rad etdi. Eskalatsiya yana kuchaymoqda. Erdo'g'an Qora dengizni jang maydoniga aylantirmaslikka chaqirdi. Pekin Afg'oniston chegarasida nazoratni kuchaytirishni talab etdi. Aziz vatandoshlar, sizlarga ishonchli avtobus xizmatlarini tavsiya etamiz. Yo'nalishlar: Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Novosibirsk va boshqa shaharlardan O'zbekistonga qo'yilgan reysiy avtobuslarni Maftun opa boshchiligida xizmatlar mavjud. Va yana Moskva, Sankt-Peterburg taksi xizmatlari ham bor. Batafsil ma'lumot olish uchun ekraningizdagi raqamlarga bog'laning. Kupiansk atrofida janglar keskinlashdi. Frontdagi xavfli burilish. Ayni paytda Kupiansk yo'nalishi maxsus harbiy operatsiya hududidagi eng keskin va hal qiluvchi nuqtalardan biri sifatida qaralmoqda. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Kiyev tomonidan berilgan buyruq asosida Ukraina qurolli kuchlarining katta qismi aynan shu yo'nalishga safarbar etilgan. E'tiborli jihati shundaki, ushbu kuchlarning salmoqli qismini sobiq mahbuslar tashkil etmoqda. Telegramdagi Marsh kanali manbalarining bildirishicha, Ukraina qurolli kuchlari bo'linmalari og'ir harbiy texnika bilan ta'minlangan. Qarshi hujum asosan Kupianskning g'arbiy chekkasidan olib borilmoqda va sutkasiga taxminan 400 metrgacha ilgarilash qayd etilgan. Shu bilan birga janglarga faqat mahbuslar emas, balki Ukraina qurolli kuchlarining 3-mexanizatsiyalashgan brigadasi hamda maxsus operatsiyalar kuchlarining 19-markazi bo'linmalari ham jalb etilgan. Qayd etilishicha, Ukraina armiyasi ilgari ham shunga o'xshash taktikani Pokrovsk hududida qo'llab ko'rgan. Biroq o'sha urinishlar katta yo'qotishlar bilan yakunlangandi. Hozirgi vaziyatda ham tirik kuchdagi yo'qotishlar yana sezilarli darajada ekani aytilyapti. Kupiansk yo'nalishidagi janglarda chet ellik yo'llanma askarlar ham faol ishtirok etmoqda. Asosan Kolumbiya va Braziliyadan kelgan yo'llanma jangchilar front chizig'ida ko'rinayotgani ta'kidlanmoqda. Sidneydagi plyajda yahudiylar o'qqa tutildi. 14-dekabr kuni Avstraliyaning Sidney shahridagi Bondi plyajida ikki noma'lum qurolli shaxs odamlarga qarata o't ochdi. Otishma mahalliy yahudi jamoasi a'zolari ishtirok etgan Hanuka bayrami paytida sodir bo'lgan. Bu haqda mahalliy matbuot xizmati xabar qildi. Mahalliy ABC telekanalining xabar berishicha, yahudi jamoalariga qaratilgan terroristik harakat oqibatida kamida 12 kishi halok bo'lgan va 18 kishi jarohatlangan. Politsiya hozirda Sidney plyajida topilgan qo'lbola portlovchi moslamani zararsizlantirish ustida ishlamoqda. Guvohlarning xabar berishicha, qora kiyimdagi 2 kishi kichik piyodalar ko'prigida turgan holda o't ochgan. Internetda hujumchilarni ko'rsatuvchi video lavhalar paydo bo'ldi. Politsiya 2 gumondor borligini tasdiqladi. Biri o'lgan, ikkinchisi esa shifoxonada og'ir ahvolda. Hozirda xodimlar hujumda 3-shaxs ishtirok etganmi yoki yo'qligini tekshirmoqda. Zelenskiy Tramp rejasini rad etdi. Eskalatsiya yana kuchaymoqda. Ukraina rahbariyati AQSh tomonidan taklif etilgan tinchlik tashabbusini qabul qilishdan qat'iyan bosh tortdi. The New York Times nashr ma'lumotlariga ko'ra, Kiyev Washingtonda taqdim etgan yangilangan hujjatda ikki asosiy masalada hech qanday yon berishga tayyor emasligini ochiq bildirgan. Gap Ukraina qo'shinlarini Donetsk viloyatidan olib chiqish va NATOga qo'shilish yo'lidan voz kechish haqida bormoqda. Manbalarning ta'kidlashicha, ushbu tinchlik rejasi Yevropa davlatlari, London, Parij va Berlin bilan o'tkazilgan bir qator maslahatlashuvlardan so'ng shakllantirilgan. Hujjat mazmuni 5 nafar amaldagi va sobiq g'arblik amaldorlarga tanish. Ularga ko'ra, Kiyev muzokara jarayonida o'zining qizil chiziqlari deb hisoblagan barcha bandlarni ataylab hujjatdan chiqarib tashlagan. Yevropaning 2 yuqori martabali mulozimi va AQSh sobiq rasmiy vakili tushuntirishicha, yangilangan variantda Ukraina ilgari tortishuvli bo'lgan sharqiy hududlar ustidan nazoratni saqlab qolish prinsipini qat'iyan mustahkamlagan. Shuningdek, Kiyevning NATOga qo'shilishdan voz kechishi haqidagi talab ham hujjatdan butunlay olib tashlangan. Shu bilan birga Fransiyaning Le Monde nashri avvalroq Ukraina prezidenti devoni maslahatchisi Mikhail Podolyakka tayanib, Kiyev Donetsk viloyatidan qo'shinlarni olib chiqish ehtimolini ko'rib chiqishi mumkinligini, ammo bu faqat Rossiya qo'shinlari front chizig'idan simmetrik ravishda chekinishi sharti bilan amalga oshishini yozgandi. Ammo amalda vaziyat butunlay boshqacha tus olmoqda. So'nggi kunlarda Ukraina Rossiya hududlariga uchuvchisiz uchish apparatlari orqali yirik zarbalar berishni kuchaytirdi. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, dam olish kunlari Rossiya tomoniga 400 dan ortiq dron uchirilgan. Pekin Afg'oniston chegarasida nazoratni kuchaytirishni talab qildi. Xitoy Afg'oniston hukumatidan tojik-afg'on chegarasida Xitoy fuqarolarining o'limi bo'yicha har tomonlama tergov o'tkazishni talab qildi. Bu haqda Afg'oniston International telekanali xabar qilgan. BMT Xavfsizlik kengashi yig'ilishida so'zga chiqqan Xitoyning doimiy vakili
Fulkun chegara oldi hududlarda nazoratni kuchaytirish zarurligini ta'kidladi hamda bunday hodisalarning takrorlanishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. U Xitoy fuqarolarining o'ldirilishini keskin qoralab, sodir bo'lgan voqeani mintaqaviy xavfsizlikka jiddiy tahdid deb atadi va afg'on hokimiyatini zudlik bilan choralar ko'rishga chaqirgan. Diplomat Xitoy mintaqadagi davlatlar bilan hamkorlik qilishga, muvofiqlashtirish mexanizmlarini mustahkamlash va barqarorlikni ta'minlashga tayyor ekanini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Afg'onistonda hanuz turli qurolli guruhlar faoliyat yuritmoqda va ular xavfsizlikka tahdid solmoqda. Xitoy vakili afg'on hokimiyatini ushbu guruhlar faoliyatini to'xtatish bo'yicha choralar ko'rishga chaqirgan. Shuningdek, u Afg'oniston va Tojikistonni yangi fojiali hodisalarning oldini olish uchun chegaradagi nazoratni kuchaytirishga da'vat etdi. Bayonotga sabab noyabr oyi oxirida Tojikistonda Afg'oniston chegarasi yaqinida Xitoy ishchilariga qilingan hujumlar bo'ldi. Erdo'g'an Qora dengizni jang maydoniga aylantirmaslikka chaqirdi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an Rossiya va Ukrainani Qora dengizni harbiy harakatlar maydoniga aylantirmaslikka chaqirdi. Bu haqda u 13 dekabr kuni Turkmanistondan qaytish parvozi chog'ida jurnalistlar bilan suhbatda so'z ochgan. Bu na Rossiyaga, na Ukrainaga foyda keltiradi. Turkmanistonda Erdo'g'an Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashganda, Turkiya yetakchisi Qora dengizda xavfsiz kemachilikni saqlab qolishga chaqirdi. Shuningdek, Turkiya prezidenti Rossiyaning harbiy tajovuzi obyektiga aylangan Ukrainada yaqin orada tinchlikka erishish mumkinligiga ishonch bildirdi. Tinchlik yaqin, biz buni ko'ryapmiz. Bizga kerak bo'lgan yagona narsa tinchlik yo'lini tanlash, dedi Erdo'g'an. Erdo'g'an shuningdek Putin bilan uchrashuvdan so'ng tinchlik rejasini AQSh prezidenti Donald Tramp bilan muhokama qilishni rejalashtirayotganini aytdi. O'sha kuni Turkiya tashqi ishlar vazirligi ham Rossiya va Ukrainani Qora dengizda harbiy harakatlarni to'xtatishga chaqirgan. Anqara Odessa viloyatidagi Qora dengiz portiga berilgan navbatdagi Rossiya zarbasini qayd etib, unda xorijiy kema shikastlanganini ma'lum qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ekipaj a'zolari va yuk mashinasi haydovchilari evakuatsiya qilingan. Turkiya fuqarolaridan hech kim jabrlanmagan, deya qayd etdi idora. Bundan bir kun oldin Kiyevda Rossiya aviahujumi oqibatida Odessa viloyatidagi port infratuzilmasiga zarba berilgani va unda Turkiya kemasi shikastlangani haqida ma'lum qilingandi. Turkiyaning Chen kemachilik kompaniyasi ma'lumotiga ko'ra, kema meva, sabzavot va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini tashigan.